Havola qilamiz kanalning qadrli obunachilari, bugungi obzorimizda xuddi shu ko'rib turganlaringdek qattiq xamir va yumshoq xamir uchun bo'lgan mishalkaram sozini obzor qilamiz. Video boshlashdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, sesdan chiqmasin. Maksimal shu sohadagi xamir pirish o'rtog'ini jo'natib qo'ygan. Xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Xo'p, qani bo'lmasa biz boshladik. Xo'p, qanimiz qattiq xamir uchun mo'ljallangan mishalkalarni obzor qilishni boshlaymiz. Buni necha kiloli, necha kilovatt hozir shunga shu savollarga javob berib o'tib ketamiz. Ko'p turganlarini sonliqcha ko'rinishda bo'ladi. Qattiq xamir uchun mo'ljallangan mishalkalarimiz. Buni kilolari qanaqa dizalari? 7,5 kilo, 15 kilo, 25 kilo hamda 35 kilo, 50 kilo tayyor xamirga va 100 kilolik hamda 100 kilolik va ko'rinishdek xamir uchun mo'ljallangan mishalkalarimiz bor. Hozir shularni biz hozir noldan obzor qilib ko'rsatib beramiz. Xo'p, birinchi o'rinda biz 7,5 kilolik bo'lgan mishalkadan obzor qilishni boshlaymiz. Xo'p, 7,5 kilolik mishalkamiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Lev pravi aylanadi. Oldiga orqaga aylanish xususiyatiga ega. Xamirni ham to'kib beradi mana. Tortib xamirni ham to'kib olishingiz mumkin. 200 gramm ishlaydi. Soatiga mana 1,5 kilovat, 2 kilo atrofida rasxod qiladi. Ko'rinish xuddi shunaqa mini bo'ladi. Ichlarini ham ko'rsatib o'tdim. Ichlari ham mana xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Bu 7,5 kilo unga emas. Shunga o'xshash hali telefon qilib so'rashadi. 7,5 kilo faqat tayyor xamirga 4 kilo, 5 kilo xamir un solib, bemalol 7,5 kilo tayyor xamir qilishingiz mumkin. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, 290 dollar qilib berganmiz. Xudo xolasa, pastki nomerda qoldiramiz, bemalol aloqaga bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekistonda yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xo'p, navbatdagi mishalkamizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi mishalkamiz xuddi shu 7,5 kilolik akasiga 15 kilolik mishalkamiz hisoblanadi. Bu ham o'sha 15 kilolik tayyor xamir uchun mo'ljallangan mishalka, qattiq xamir uchun. Bu xuddi o'sha xususiyatiga ega, oldiga orqaga aylanadi, xamir to'kib beradi, soatiga 3 kilovat rasxod qiladi. Buni ishlari sal boshqacharoq. Buni farsh kiyimlar aralashtiruvchi Qosob aka, oshxonachi akalarimizga tavsiya qilamiz. Вообще мощный 200 gramm ishlaydi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz narxini 330 dollar qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, so'ralgan narxlarda yurib qolinglar. Xo'p, navbatdagi mishalkamiz o'tadigan bo'lsak, navbatdagi mishalkamiz xuddi 15 kilolik, jiz kattaroq 25 kilolik hisoblanadi. 25 kiloligimiz ham oldiga orqaga aylantirib, xamirni to'kib beradi. Ichlari bilan ko'ringlar. Somsa, lag'man, chuchvara, shunga o'xshash xamirlar bemalol quradi. 7 minut, 8 minut oraliqda so'ygan katsida xamir qilib xususiyatiga ega. Xo'p, bu mishalkamiz ham 200 gramm deb bemalol ishlaydi. Soatiga 3,5-4 kilo rasxod qiladi. Motorlari bilan motorlar nirjavka bilan o'ralgan bo'ladi. Ko'rinish xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Bunimiz narxini 430 dollar qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa skidga narxda ulgurib qolinglar. Xo'p, navbatdagi mishalkamiz o'tadigan bo'lsak, bitta narsa esdan chiqibdi. Xuddi shu ko'rib turgan mishalkalaringni bunaqa ko'rinishdagi ham bor. Nima farqi bor buni bilsalaring? Bunisi nirjavka bilan fonga o'ralgan bo'ladi. Atroflaridan ko'rib turibsizlar. Bunisi faqat o'ralmagan bo'ladi. Lekin xamir qilishida, to'k rasxod qilishida, motorida hamma yo'g'i bir xil, prosta buni ko'rinishda farqi bor xolos. Bunisi sifatli chiqqan, bunisi faqat o'sha ko'rimsiz joyga qo'yib bemalol ishlashingiz mumkin. Lekin narxida qanaqa razницasi bo'lsa, narxida 100 dollardan razница qiladi. 7,5 kilolisini 330 dollar qilib beramiz, lyuks variantini. 15 kiloligimizni xuddi shu ko'rinishdagini 430 dollar qilib beramiz. Ham 25 kiloligimizni xuddi shu ko'rinishdagini 520 dollar qilib beramiz. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Xohlasangiz bundan, xohlasangiz bunaqa ko'rinishdagidan qilib beraveramiz, muammosi yo'q. Lekin men sizga tavsiya qiladigan qaysi birisi, ikkalasini tavsiya qilaman. Prosta oldi o'ralmagan, oldi o'ralgan. O'shunisi farqi bor xolos. Narxi bilan o'shunisi farqi bor xolos. Xo'p, bu mishalkamiz 50 kilo tayyor xamirga 35 kilo, 38 kilo un solib ishlatishingiz mumkin. Buni bistras to'plari bo'ladi. Oldiga, orqaga aylantirish xususiyatiga ega, lekin bu 380 ishlaydi, 200 gramm emas. Bu shunaqa hisobga olish kerak. Lekin xuddi shu ko'rib turganlaringdek 50 kilo tayyor xamir bo'lgan mishalkamizni 200 gramm ishlaydigan nalichi mavjud. Xuddi shu ko'rinish bo'ladi, lekin 35 kilo, 38 kilo un sig'adi. Shundan video davomida aytib ko'rdik, hali vitrina olib chiqamiz yo'q. Xo'p, unimizni narxini 720 dollar qilib qo'yganmiz. 200 gramm ishlaydi. Xudo xolasa soatiga bir 5 kilo, 4,5 kilo atrofida rasxod qiladi. Ko'rinish xuddi shunaqa bo'ladi. Prosta gabariti bunaqa bo'ladi. O'shundan ham bor, xudo xolasa aloqaga chiqsangiz tushuntirib ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'p, bu ko'rinishdagimizni 830 dollar qilib qo'yganmiz. Lyuks varianti, mana ishlar bilan ko'ringlar. Hamma mishalkamiz ishlari xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Hamma mishalkamga oxirgi servisni garantiya bilan chiqarib beramiz, xudo xolasa. Butun O'zbekiston bo'ylab Surxondaryo, Qashqadaryo va Jizzax Lugo joyga dastlabki qilib beraveramiz. Ko'rinish xuddi shunaqa bo'ladi. Narximizni 830 dollar qilib qo'yamiz. Ulgurib qolinglar, xudo xolasa.
chiroyli narxlarda qilib beramiz. 5-10 dollar, xudo xolasa telefon aloqaga chiqsalaring o'tib beramiz. Xo'p, navbatdagi mishalkamiz o'tadigan bo'lsak, navbatdagi mishalkamiz 70 kilo unga 100 kilo xamir qilib beradi. Va ichidan ko'rib turibsizlar, shu bahaybat bitta odam kichkina onamasi qilib ketish. Mana ko'rinish xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Buni hali oldin bunaqasini qatirmaganmiz. Bu ham xabar to'kib beradi. Hamma vazifasi bor. Buni ham shu ko'rib turgan kichkinalarning eng katta varianti. Xo'p, bunimiz narxini 980 dollar qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, men aloqaga chiqsalaring, bo'lgan xarakteristikasini, narxini chiroq qilib beramiz. Xo'p, endi eng katta bahayatiga o'tadigan bo'lsak, bu 100 kilolik mishalkamiz hisoblanadi. O'zing ko'rib turibsizlar kattaligini. Mana birgazda yozib qo'yilgan 100 kilo. 380 ishlasa soatga 4 kilo transport qiladi. Ichlari mana. Ichlarini ko'ringlar mana. Kartasiga vaqtin yorib qo'ygan. Xuddi shu ko'rinishda bunimiz narxini 1190 dollar qo'yamiz. Xudo xolasa, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bu aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Hatto har bir uchun mo'ljallangan mishalkalarimiz shular bo'ladi. Endi hozir men sizlarga yumshoq xamir uchun bo'rkalar hamda novvoy akalarimiz uchun bo'lgan yumshoq xamir uchun mo'ljallangan mishalkalarimiz hozir obzor qilib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda boshlaydigan bo'lsak, bu mishalkalarimiz 15 kilo, 25 kilo, 35 kilo, 50 kilo bo'ladi. Hozir menda nalichi hammasidan bor, hali vitrinaga olib chiqqanim yo'q. Xo'p, birinchi o'rin 15 kilolik hammasi 200 grammda ishlaydi. Turkiya, Chaqdosh, Nemnov va Yuboydan qilib beraveramiz. Narxlariga aytib ketadigan bo'lsam, narxlari 15 kilolisini 450 dollar, 25 kilolisini 600 dollar, 35 kilolisini 650 dollar, hamda 50 kilolisini 790 dollar qilib qo'yamiz. Xohlasa, siz zo'r narxlarni o'rganib qolinglar. Har xil razmerdagilari bor, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Chaqdosh islar, Nemnov islar. Bu mishalkalarimiz ham 6 oylik servis garantiya chiqarib beramiz. Xohlasa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xo'p, endi mikserlarimizni obzor qiladigan bo'lsak, mikserlarimiz ham har xillari kelgan 30 litrli mikserlarimiz bor. Remelli, Shesternalik, B7 modellarimiz ham bor. B7 modellaridan vaqtin zo'r kasbida keldi. Hamda ko'rib turganlaringiz shu kulrang mikserlarimiz ham bor. Hozir hammasini obzor qilib o'tamiz. Xo'p, qani bo'lmasa 30 litrli Shesternalik mikserimizdan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, bu 30 litrli mikserimiz Xitoy zavodskiy bo'ladi. 6 oy garantiya bilan chiqarib beramiz. Mana xarakteristikasi xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. 3 xil nasatkasi bo'ladi. 6 oy garantiya bilan chiqarib beraman. Xudo xolasa, tez, sekin hamda o'rtacha aylantirib berish xususiyatiga ega. Bu mikserimiz narxini 430 dollardan qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda ulgurib qolinglar. Bulardan kam kelgan lekin. Xo'p, endi navbatdagi mikserimiz o'tadigan bo'lsa, u ikkala mikser bir xil 30 litrli hamda remelli hisoblanadi. Bu ham xuddi shu xususiyatiga ega, tez, sekin hamda naql aylantiradi. Bunda nima farqi bor desalar, buni motor temirli, bunisi remelli. O'shunisi farqi bor xolos. Lekin bunisi qimmatroq, bunisi arzonroq. Lekin vazifasi bir xil. Xamir, krem qilib beraveradi. Bunimiz 6 oy garantiya chiqarib beramiz. Bunimizga ham, xo'p, narxga keladigan bo'lsak, bunimiz narxini 700 dollar qilib qo'yganmiz. Bo'ladigan narx. Taqaladigan narx shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, navbatdagi kattaroq mikserimizga o'tadigan bo'lsak, 50 litrli hisoblanadi. Lekin 380 ishlaydi va shunday bahaybat 3 xil nasatkasi bo'ladi. Tez sekin aylantirish xususiyatiga ega. Bu mikserimiz narxini 1200 dollar qilib qo'yganmiz. Telefon qilsalaringiz xolos 10 dollar, 20 dollar o'tib beramiz sunnatiga. Xo'p, endi navbatdagi spiral mikserlarimiz ham bor. Spiral mikserlarimiz 10 litrli, 20, 30, 40, 50, 60 4 litrli spiral mikserlarimiz bor. Hali olib chiqqanimiz yo'q. Xolos keyingi videolarda qo'yib boramiz. Xo'p, hozircha shu ko'rinishdagilar bor. Bu aloqaga chiqib, menga spiral mikser kerak dedi desalaring, men sizlarga polniy hammasini masalani narxlarini javob tashlab beraman. Spiral mikserlarimiz ham bor, nalichi hali olib chiqib ulguramiz yo'q. Xo'p, navbatdagi mikserlarimizga o'tadigan bo'lsak, bu mikserlarimiz 7 litrdan boshlanadi. 7, 10, 15, 20, 30 litrli mikserlarimiz hozir nalichida mavjud. 7 litrlimiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Hozir men sizlarga oldiga o'tib ko'rsataman. Mana 7 litrli mikserimiz ko'rinishi. 3 xil nasatkasi bo'ladi. Xuddi shu boshqaruv tugmasi bo'ladi. O'chirib qo'ygan tugmasi 600 vatli bo'ladi. B7 modelimiz narxini 200 dollar qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda ulgurib qolinglar. Xo'p, navbatdagi mikserlarimiz bu 10 litrli, 15, 20 litrli mikserlarimiz hisoblanadi. Bu mikserlarimiz Xitoy zavodskiy bo'ladi. Ko'rinish xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Kimga zarur bo'lsa, men aloqaga bog'lanishinglar mumkin. Bular narxlari qanaqa, necha o'lta ishlaydi, video
aka opa uka singillarimizga. Xo'p, bularimiz hammasi 200 gramm ishlayveradi, 3 xil nasadkasi bo'ladi. Xo'p, Xitoy zavodskoy. Ko'rinish hammasiniki bir xil mana. Va xarakteristikasi hamma yoq bir xil bo'ladi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, 10 litrlik narxini $330 qilib qo'yganmiz. 15 litrlik narxini $370 qilib qo'yganmiz. 20 litrlik narxini $390 qilib qo'yganmiz hamda 30 litrlik narxini $420 qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, xuddi ko'rib turgan mikserlaring, mishalkalaring hozir menda O'zbek Xitoy Farg'ona shahrida nalichida mavjud. Pastki nomerlar qo'yib qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xudo xolasa, zo'r narxlarda xabar olganlaridan keyin bonuslarga chiroyli narsalar qilib beramiz. Inshaalloh bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xudo xolasa, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimal shu sohada o'rtalarni jo'natib qo'ysalaring, xudo xolasa menga ham, sizga ham foydasi bo'ladi. Sog' va salomat bo'linglar.